Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, bizga mototsikl, rossiyskiy mototsikl kelgan. Buni nomi nimaligini bilmayman. Egasi aytdi, to'g'risi esimdan chiqib ketdi. Ijmi, Uralmi, Minskmi, Minsk emas, lekin menimcha rossiyskiy mototsikl, ikkita gulishturlik. Xo'p, bu cho'ta bosim yo'qligiga qaraganda bu yo'q, shunaqa bo'ladimi bosimini ochib ko'rish kerak. Xarob ahvoli. Remont qilamiz qo'ldan kelgancha. Shunaqa xizmatlarimiz bor. Manzilimiz Toshkent viloyati Piskent tumanida olib kelaverasizda. Bu Bo'kadan kelgan. Xudo xolasa yurg'izib bera olamiz degan umidda biza. Qo'ldan kelgancha to'g'rilab beramiz. Gulishturlar ham bo'shab yotibdi, cho'ta bu chala ustalar tomonidan apil-tapil yig'ilganmi, nimadir bo'lganmi, hayronman. Bitta havo qo'yib yuborardi dedi. Yuradigan mototsikl dedi. Ko'ramiz o'sha atrofini. Karburatorlarni hammasini tozalab yozib ko'ramiz, tekshirib. Bu ham endi qo'ldan kelgancha kelaveradi. Olib kelaverasizda shunaqa. Rossiyskiy mototsikllarni ham zapchasi bo'lsa qo'ldan kelgancha to'g'rilab beramiz. Zapchasi bo'lmasa bir bola deyish qiyin. Xudo xolasa endi ochib ko'ramiz. Qanaqa ekan, nima ekan. Bundan tashqari unaqa kesadigan, arra kesadigan, beton kesadigan, asfalt kesadigan apparatlarni mana bu yerda egalariga umuman keraksiz generatorlar, unaqalar yotibdi. Sunazuslar, motobloklar umuman egalariga kerak emas o'xshaydi. Zaril yonatdi deb. Menga ham kerak emas bo'lgani uchun shunaqa tashlab qo'yganman. Boshqa joyim yo'q, mana ko'rasizlar. Faqat o'rtadan shu yo'lim qo'ygan. Egalariga kerak emas o'xshaydi, tashlab qo'yganmiz biz ham. Nima ham qila oldik? Men bu ham hademay mashinalarning qatoriga o naraqani, o anta katta ariq bor, o'sha qani tashlab qo'yamiz, xudo xolasa. Mana bu sakkiga ham yurg'izib qo'yganmiz. Egasidan darak yo'q, cho'ta ishlaydigan qilib qo'yganmiz. Mana bu yerda yangi unaqalar kelgan. Bu Toshkentdan keldi. Bu rossiyskiy motoblok bloklari bilan korobkasi o'to'g'ritda ekan, shu korobkasini to'g'irlash kerak buni. Bu yoqda mana bu motobloklar, bularni remont qilamiz, xudo xolasa. Bu yoqda tokli muraylar. Mana bu yerda yana motoblokcha. Mana bu go'rsoqdan ham egasiga kerak emas o'xshaydi. Tashlab ketib, qolib ketgani yo'q. Mana bu yerda ham egasiga keraksiz o'xshaydi. Telefon qilsanglar, telefon nomeri ham boshqa odam olib borgan o'zi. Nomeri yo'q bo'lib ketgan. Shunaqa gaplar aka-ukalar. Xudo xolasa endi buni ilza poshini ochib ko'ramiz. Qanaqa ekan, nima ekan ko'ramiz endi. Rossiyskiylarda zapchasi topilsa qilaversa bo'ladi, remont qilib hammasini yurg'izsa bo'ladi. Birisi ham bo'shmikin, birisi ham bo'sh ekan. Simlar bilan boylab qo'yishibdi. Mana qilib beramiz endi. Qo'ldan kelgancha xudo xolasa. Vilkasiga yechib oldik. G'ildiragi u yoqda. Vilka borib urishgan, qiyshayib ketgan vilka. Ko'rasizlar, qiyshayib ketgan. Kulib. Shuni endi xudo xolasa to'g'irlab, vilkalariga solib. Mana bittaklari yomon ham bo'lib ketgan, unaqa kengayib. Buniki yaxshi o'xshaydi. Buniki kengayib ketgan. Aynab ketgan. Ichidagi faqat prujinasini ishlamasa
ikkita prujinasi o'ynab yurmasa, yog' ozgina solib qo'yilganda boshqa narsa ishlamaydi endi. To'g'irlab qo'yib beraveramiz baribir tekis qilib. Mana xudo xolasa yurg'izib qo'ydik. Hop. Belgilarni to'g'irlab qo'ydik. Shamshod bosarmi o'g'lim? Bunaqa ko'p o'ynashning yilish ko'p beradi o'g'lim. Belgilarni mana bundoq qilsak to'g'ri ko'rinadi. To'g'ri qilib qo'ydik. Xudo xolasa bu yerdan bukilib ketganda, mana egilganda. Xudo xolasa tek qilib qo'yildi. Belgilarni to'g'irlab kulsalarni aniqlab, bu motorni unaqa qilgan ekan. Motor u yerda liftlari ham bor ekan. Endi egasidan so'rab ko'ramiz. Lekin yurdi. Minsa bo'ladigan qilib yurgizib qo'ydik. Xudo xolasa liftllarni qotirib, mana ko'p tekkan ekan. Ancha motor xarob bo'lib qolgan ekan, lekin qo'ldan kelgancha yurgizib qo'ydik. Shunaqa gaplar. Endi xudo xolasa egasiga telefon qilib ko'ramiz. Agar bo'ldi, nima qiling, olib ketaveraman deydigan bo'lsa, unaqa qilishaveradi, olib ketishaveradi. Yo'q, cho'tka qilish kerak deydigan bo'lsa, cho'tka qilish kerak, bu yarim tepar ishlash kerak deyiladigan bo'lsa, shunaqa ham qilib beraveramiz. Uning uchun polnicha ochish kerak motor. Men bu yerda ochib ko'rdim, magnitida liftlari bor. Magnitida liftlari bor. Yaxshigina liftlari bor. Endi xudo xolasa shuni to'g'irlab qo'ydik, yurg'izib qo'ydik. Sal yurg'izishda boshida qiynalib yurg'iziladi, keyin yag'iga yurib ketadi. Shamshod, bosmoqchimisan? Shunaqa gaplar kelar. Mana hozir o'sha birinchi yurg'izishda karburatorni yopib yurib olsa, bo'ldi, yuraveradi. Nimagaki u tarafda magnit aylanadi, kontakt qo'shadigan, sikra beradigan taraf bor, nari tarafda. Xuddi mana bunaqa joyda bo'ladi. O'sha endi bu tarafda iloji yo'q, bu tarafda yog' bor, boshqa bor. Korpus yopilgan zakrit. Bu tarafdagi salniga yonib qolgan lift. Bundoq qilsa, o'qda mana sizlarga taxminiy ko'rsatib, o'q qo'shib turib qimirlatsa, mana shunaqa qimirlayapti bu taraf. Bu tarafda. Bunday o'q qo'shib. Yoki bo'lmasa o'q tagiga atvertka tiqib, yo ustigami, tagigami tiqib, bundoq qilsa, o'q mana shunaqa ko'zga seziladigan darajada qimirlayapti. Shuni endi xudo xolasa to'g'irlash kerak, yoki bo'lmasa shunda yuraveraman desalar egasi yuraveradi. Uni to'g'irlash uchun motor yechib olinadi, bu yoqqa olinadi. Bu taraf korpus ochilib, salniga alishtirish kerak. Salnik emas, salnikdan tashqari bu taraf bunaqasini ham aniqlash kerak. Nima deydi? Pachinnikni ham alishtirish kerak. U salnikdan emas, ayb salnikda-yu, ayb kattasi pachinnikda. Bundoq qilsa val qilinadimi? Bu pachinniga yomon bo'lgan bu tarafga. Balki bu tarafga ham yomon bo'lgandi. Nima bo'lganda ham pachinniga to'g'irlash kerak. Pachinniga anasini to'g'irlab, hammasini aniqlash kerak. Xudo xolasa yurg'izib qo'ydik.
Mana shunaqa ish mototsikl, Minsk mototsikl farqi yo'q. Mana bu yerda ham Minsk kelgan. Minsk. Bu ham оборот oshmoqda deyapti. Оборотni xudo xolasa oshirib yurgizib beramiz aybini topib. Akalar ukalar mana shu telefon nomeriga telefon qilsanglar, telefon nomeriga bu sotiladi. Xohlasanglar Minsk. Yangi piskarog'i deyishyapti. Xudo xolasa shunaqa gaplar. Video yoqqan bo'lsa like, podpisatsiya bosib qo'yinglar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, omon bo'lasizlar, tinch bo'lasizlar. Rahmat hammaga. Shunaqa Minsklarni remont qilish kerak, yaxshi ustasi kerak desanglar, jo'nataveringlar bizga. Manzilimiz Toshkent viloyati Piskent tumanida. Qo'ldan kelgancha imkon qadar to'g'rilab beramiz akalar ukalar. Endi to'g'rilab buni remont qilaversa, расход ko'payaveradi birinchidan. Mana shunaqa qilish kerak deyiladigan bo'lsa, пожалуйста qilib beraveramiz. Farq yo'q. Noldan yig'ib to'lini qilib beraver desa, qilib beraveramiz. Zapchast topilsa bo'ldi buni. Bizga zapchast topilsa bo'ldi. Endi zapchast to'g'ri eski yeyilib ketgan, eski unaqa zapchastdan to'g'irlab boshqa qilish sal qiyinroq bo'ladi. Yuradi, yurgizsa bo'ladi amalda. Lekin sal qiyinroq bo'ladi. O'shaning uchun shunaqa gaplar akalar ukalar. Farqi yo'q, noldan yig'ish kerak desa, noldan polniy qilish kerak desa, polniyga yengilroq tirillasa bo'ldi menga desanglar, mana shunaqa qilib yurgizib beramiz. Buni endi xudo xolasa egasiga aytamiz. Egasi yo'q aka, menga hamma hech qayerga tegmay bir tezdan yuradigan qilib bering desa, bu o'zi hamma narsasini to'g'irladim, boshqa qildim. Yurmadi, yurib turgan mototsiklda yurmay qoldi deb menga kelgan bu dardda. Lekin bu dardi sal og'irroq ekan. Men keyin yurgizgandan keyin bildim. O'shaning uchun shunaqa xizmatlar bo'lsa olib kelaverasizlar. Cho'tka qilish kerak bo'lsa cho'tka qilib beraveramiz. Zapchast topilsa bo'ldi bizga bu eski mototsikllarniki. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Tinch bo'linglar, omon bo'linglar. Rahmat hammaga.